Hamma narsani yechimi bu Allohga bog'lanish. Allohga tashlab qo'yish. Nima muammoyingiz bo'lishidan qat'iy nazar, hozir siz nima muammo bilan qarshilashib turganingizdan qat'iy nazar, Allohga qaytsangizgina, u bilan birga bo'lsangizgina muammoyingizni hal qila olasiz. Chunki bizning muammolarimiz usiz hal bo'lmaydi. Xalqqa bersa yolg'iz Alloh xalqqa berishi mumkin. Uni qo'lida turibdi problemam, bunga bog'liq bo'lib turibdi, pulga bog'liq bo'lib turibdi demang. Allohga qaytish haqida, Allohga bog'lanish haqida, Alloh bilan do'stlashish haqida o'ylab ko'ring. Hamma muammoingiz yechimi uni qo'lida bo'ladi. Nima muammo bo'lishidan qat'iy nazar. Usiz muammolarimiz hal bo'lmaydi. Lekin bu narsani tushunib, anglab yetib qilish juda qiyin. Buni ko'pchilik qila olmaydi. Shu. Mani birinchi ishlaydigan uslubim shu. Tavba qilishni bilishimiz kerak, Allohga bog'lanishni, undan kutishni, unga umidlanishni o'rganishimiz kerak. Hamma muammoingiz yechimi shunda.